salomatlik va farovonlik xalqaro assotsiatsiya. Assotsiatsiya deganda nimani tushunamiz? Bu kompaniya emas, korporatsiya ham emas. Naborot, korporatsiyalarning birlashmasi. Dunyo bo'yicha eng zo'r brend tovar chiqaradigan, mahsulotlar ishlab chiqaradigan zavodlari bor bo'lgan korporatsiyalarning birlashmasi. Asoschisi Evraziyskiy assotsiatsiyaga Rossiya asos solgan. Rossiya orqali biz mahsulotlarni assotsiatsiyasi orqali nima qilyapmiz? Realizatsiyasini olib boryapmiz. O'zbekistonda mana glavniy ofisimiz, glavniy ofis, bu yoqda buxgalteriya, administratsiya hammasi joylashgan. Bu xonada skladimiz joylashgan va hammasi O'zbekiston qonunchiligiga to'liq moslashtirilgan. Albatta har bir davlatda o'zining qonunchiligi bor. O'shanga qarab bizda har bitta mahsulotimiz sertifikatsiyadan o'tgan, hammasi litsenziyalangan va MCJ deganda mas'uliyati cheklangan jamiyat deyiladi. Katta firmada u ham u nima qiladi? Bizda O'zbekistonda qonunchilik qachonki soliq to'lasangiz, o'shanda tan oladi O'zbekiston va mahsulotlarning sertifikati bo'lishi kerak uchun. Hammasi qonunchilikka moslashgan. Bilasizlar, O'zbekistonda qonunchilik juda ham strogiy. Uncha-munchaga badlarni kirishi ham oson emas. Hozir shuning uchun biz 2 yilda dabitsiya qildik, badlar endi kirib kelyapti. Lekin mahsulotlarimiz har xil turdagi mahsulotlarimiz bor. Men o'zim Grijam bor edi o'sha paytda. Grijamdan yaxshi bo'lganman. Shu stilkani kiyib yurib, men Grijamdan qutulganman. Bez operatsiya, bez nechova, hech qanaqa MRT hech narsa qildirmasdan stilkam bilan men o'zimni davoladim. Izreniyamni ochki bilan. Mahsulotlarimiz juda ham zo'r. Hozirgi kunda O'zbekistonda brend bo'lgan stilka, ochki, 4 ta bizda apparatimiz bor. O'sha apparatlar женский мужской прокладкалар bor va hokazo. Mahsulotlar, badlar hammasi kirib keldi bizga ham. Va siz bu yerdagi to'g'ridan-to'g'ri assotsiatsiyamizga pryamoy shartnoma qilish yo'li bilan ish olib borishingiz mumkin. Xohlasangiz mahsulotni olib iste'molchi bo'lishingiz mumkin. Birinchisi iste'molchi. Bu nima degani? Har doim shu mahsulotlardan olib o'zingizga, oilangizga foydalanasiz, lekin hech qanaqa boshqa biznes qilmaysiz. Bu sizning ixtiyoringiz. Ikkinchisi sotuvchi. Bu ham kerak. Kimdir iste'mol uchun oladida, yaxshi bo'lgandan keyin qo'ni-qo'shnisiga aytib, o'sha sotishga boshlaydi. Bu imkoniyat ham bor. Uchinchisi nima? Biznes. Biznes bu komanda bilan, to'g'rimi? Komanda tuzish. Komanda bilan 3 xil imkoniyatni